3-4 anaqani buxgalterisiz, ko'proq ham adashmasam tadbirkorlarda. Mana kreditlarimiz ko'ryapsiz, hamma turdan bor. Chunki davlat rahbari faqat shu kichik biznesni, tadbirkorlikni, ayol tadbirkorlarni shu ish bilan ta'minlash, doimiy ishga joylashtirish, shu bitta biznesni yo'lga qo'yish bo'yicha endi nima ko'rsatma, nima yordam bo'lsa qilyaptilar. Faqat endi topshiriqlar ijrosini ta'minlash qoldi xolos. O'shanga bolalarga mana uchragansiz, qanaqa kredit turi bo'lsa, faoliyatiga qarab, uni yili, muddati hammasi bor, bemalol tanishib, agar bir qaydadir to'xtalish, qaydadir qanaqadir masala bo'ladigan bo'lsa, o'zimga kiraverasizlar, xudo xolasa birga yechamiz masalani. Faqat o'sha tadbirkorlik yo'nalishida to'g'ri ish olib borilsa bu maqsad shu. Olsin, foydalansin, ish o'rni yaratsin. Eng birinchi navbatda ish o'rni, doimiy ish o'rni yaratsin. Daromadini qilsin. Imkon qilsa kattalashtirib, sekin-sekin buni eksport yo'lga qo'ysin. Eksport ham yaxshi, davlatimiz uchun ham, tadbirkorlik o'zi uchun ham, bo'lsa bank uchun ham. Chunki eksport bo'lib tursa, birinchidan dunyoga tanilamiz, ikkinchidan valyuta kelib tushadi, uchinchidan soliq masalalari, boshqa degandek. Xudo xolasa har qancha yordam bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.